Ya Allah, muşkudun aç kot mişini gerekin gibi. Oy kes boya qo'lawatgan, oy kichik boya qo'lawatgan. Aş vatan doqqagan bas, aş valaq quluqliq qilib aş kashini birdan to'g'rilab qo'ydi. Ya chatalda musafirchilik unda qilib ko'nglim ulumsa, ajab mishillig endi mujuma xotin. To'xtab turinglar, langtaga chiqib, mishad mashq qilib No'rozga 2 kun qoldi. Biz naqshining tayini yo'q. Voy voy, hey jinim, nimish qilyapsiz bu yerda? Tova, ma chumishning uydagi inganga chumishning dadin tattamas, bu chumishni takrorlashib turibag'inni. Tova xudoyim, tova. Ey, sizlar Uyg'ur bo'lib qoldinglarmi? Bu chumish emas, men Uyg'ur xalqining sizninki javri dab, ravab, mava Xitoyga o'xshash yuzi qilin dab mava. Voy bu jongur nima endi? Voy xudoyim ey. Beşiktaş'la işip kaldım, No'rozga 2 kun kaldı. Yılda bir kildiğen No'roz, ançı biz bütün ayda balıcak emmesin, No'rozga birbirimiz hoş kılımız hep numara tayaladı. Bizim bir, meyek kegil 5-6 yıl olgan diken, bizim yılda kildiğen bir No'roz hoşalığımız ötüzelde bir numara tayalasak yaman bulattı mı? Vay o digidiniz qo'ras, bo'ldi qilinglar adamning ko'nglini yerim qilmay. Ya, ma gepinglar joyida xuddi. Qaranglar. Endi bilasizlar, bu No'rozga yılda bir kildi. Bu yerdagi jamoatning yig'ilmig'imi tas. Yilda bir haqiqatdan bunday yig'ilib bir-birimizning ko'nglini xo'sh qilsak, buni ayt ahamiyatli bir ish qaranglar. Shunga men bunda bu No'rozda o'zimcha ancha-muncha numar tayyorlab beray deb shu xayolimga shu kirib oldi, ancha-muncha yurt-yurtnikini. No'roz deganni bilasizlar, No'roz demak bor demak. Bor demak nima? Bor demak shu mehr muhabbat degan gap hamda. Bor mezgilida bizning Sharq Turkiston aqash yolridagi yoshlar bir-biri bo'lgan mehr muhabbatini eng kuchli qiz-yigitlar bir-biriga izhor qilgan bir mezgilandi. Shunga shu aqash yurtlarning shashaninki muhabbet izhar qilish shiq atab bir qash naqsh tayyorlab chiqay dedim-ku. Voy xudoyim, esingiz etmamsiz undaq bo'lsa? Ya esammo etay, ya tapchalamsiz go'mash. Voy jinim, o'zingizni oz deb oljidingizmi? Meni so'rab chiqay demsiz endi? Tova xudoyim. Bu xo'shang tutib qolsa, bu o'shkingni erib ketadi-ku. Ya? Birdamli qalpoqda ketib olding ya? Jinim adamni gap qilmasam, buning o'xshdi va menga voy tayyorlik bo'lmamdigan. Sizim chalalamlar o'sha qaridak. Chiqinglar, men to'la gap qilmay beshimda qatmayman chiqinglar. Voy nimaga gapirma buni? Ya dum usulga chamamsiz qaranglar. Men buni o'yladim. Qo'yinglar chumchanglar. To'xtab turing unda xo'sa. Meningmi ba avval siznikini ko'rib baqaylik qani. Qo'ldan chumi tushmaydigan qoni g'amroq o'tin ekanman. Ay Allah. Qaranglar. Men o'tganda men Zabibulloh bilan bir paranglashib qolgandim. Doim bir naqshni aytib turdim menga. Bu shu No'roz mezgillarida bir qiz bolani yaxshi ko'rib qolgan ekan. Shu muhabbatini izhor qilay desa, u qiz bolaninki bir seriqishda bor ekan qo'rasida. O'ylasa yiqi yo'latmaydi ekanda o'sha. Seriqishdan qo'rqib bu qiz bolani umr bo'yi kiramay Germaniyaga o'tib ketganda. Ya Allah. Patpatni ko'nglimga yerim bo'lib qolsa, shu naqshni aytib turib oldim. Naqshni aytib boqayman. Zabibulloh qo'shib qolsa, nimaga chalma? Ya bu chalon gum usulniki chamamsiz. Ha, ma'qul unda qolsa. Ha. Seriqishting yomon ekan, tumi zanjirga bog'lab qo'y. Ha? Seriqishting yomon ekan, tumi zanjirga bog'lab qo'y. Ha? Yar o'ti yomon ekan, so'ymasang qaylab qo'y. Do'sturum amahun, yar dahardi yomon. Dosturum amahun, yar dahardi yomon. Voy jinim. Bu tömö zanjirga bog'lab qo'y deb, mushumi naqshi bo'ldimi endi? Hey, dadimiz Qashqarlik bo'lgandikan, Qashqarning bir chiroyli naqshlaridan aytib beqman, shuni anglab boqay. Bu boqay. Qashqarlik degandan keyin gapi degan tuzluludi, muhabbetini tuzli izhor qiladi. Menda biramanda maysi qulni qo'yib, qizlarni kelgan. Hajixini ham tijliqda, ismim Paratajim. Oldigan yigitlar bugundan boshlab men bo'laman deydi. Keşke işki bolak kanı bilen 5 tane nanı götürüp bir köçürüp ekil oldu. Ya Allah. Mening dadam opamni undaq ekemepti kenttok. Ya bizim babda dadanla bir aksini etper. Dadanla mı aşağı Qashqardan qo'g'lab, yakanda araya yetib, yakan tutib otgan opangni. Shu naqsh etpay mi? Ha, qinanda xos anglab baqay.
Aksidin qo'g'lab satangning yekanda yetdim. Aksidin qo'g'lab satangning yekanda yetdim. Açığım qıpaylimay satangni netçin o'rlab. Oy! Hey! Muşumu naqşı oldu ma? Naqşı deganning hammasi Qashqardan chiqadi. Biz menga Qashqarning naqshlarini. Ya shu qaynatangni patpat payz tutib qolsa, men naqshini aytib beratman, yig'lab turib. Boshqa yerliknikin ayting'a bo'ldi, anglig'im yo'q. Ya unda to'xtalam, ya ma qumul xalq naqshlari ajoyib bo'ldi. Bu No'ruzga asli qumulni qiz edi. Unda desanglar bu bizning vatanparvar ressomimiz bor, men marvoy topsiz deb. Patpat ash No'ruz yaqinlashgan vaqtida turib shu naqshni aytadiganan. Bu qumulliqlarningki oyig'i biroz yengil bo'ldi. No'ruz pasli kelgan vaqtida borib pasli kelganda ash daraxtning shaqiga chiqib olib, qush qo'qshash qo'nib olib, shaqni qarab turib bir-birisiga muhabbatni izhor qilgan haq. Mana shu marvoyatni qo'shib qolsin deb marvoyatning men naqshini tayyorlaydi. Gapni oz qilib aytib yiqma, qani men bir anglab boqay. Ha. Şaptul şakı vay iğanlaydı, şaptul şakıda kim var? Yarim ne vay digem bilen, vay sargan yarın gönlüde kim var? Men yarim ne vay digem bilen, vay sargan yarın gönlüde kim var? Hey, Şaptul Şahı'nın astıda lığışıp sığınmış küpürgentinla. Ya men de sormay, marvoyatni sormasın. Başqa yerliknikini aytib yiqinglar. Ya. Shundoq chiroyli qumul sanamlar tursa aytib olgan naqsi. Ya men bir sazanda emas qaranglar. Silim boy yugan gap qotishinglar chumishingni qo'ygucha. Men manchimish tayyor qildim. Badu tayyorligini siling manchimuncha. Am tayyorliqku bor, lekin mush ovozimdan ras gapni qilsam. Ya aytavering, qamtuqimda o'n ish bo'lamsiz ya. Hozircha buzuq kanaylarning ovozi bek moda bo'lib ketib, lentilari chiqqan bozor deb ketib bordi. Men shu banada bir aytib boqayim kelaymi. Aytinglar, ama haliga qalayimqan to'lab men No'ruz ahlini qochirib Ba oz-poz tayyorliklarim bor, jinem bo'lmamdigan. Lekin unutib qolmaslik uchun menga qarab aytib beray. Nimaga qarab aytsanglar aytib. Lekin silma dapni chapiring oljuma. Allah. Voy nima de buning bir şey voy xotayim. Ha, xotan xalq naqshlaridan boshlab boqay. Xotan xalq naqshi bormi ha? Ha. Anlab boqay. Ma qarikan ba emasmi, ko'ngli yerim bo'lib qolsin. Boshqa shu xotan xalqning. Yaxshi o'ylabsiz. Xotan xalq naqshlaridan Go'shkirda. Muzikasi Yo'rinqashning, so'zi Qarqashning, o'rinlayda Kirya qizim. Ya to'la gap qilmayman. Qari beli kashni atmasin, beshinglar aytinglar narsamni. To'la gap qilmay, adabni chilinglar. Aytinglar. Bir, ikki. O yanığa desep oynaydığımız, bu yanığa desep oynaydığımız, tonoda yakkan göşkürdüğünü xotançı çaynap yeydimiz. Vay xotançı çaynap yeydimiz. He? Vay gaday xotançı çaynap yeydimiz. He? Abdal. Bu mazaqar aytgan sheyxning naqsimi yo ko'chadagi divoningmi? Vajina men xotan xalq naqsi. Ya bu xotan xalq naqsi, xotan degan shunda chiroyli naqshlar, shunda ham zo'dal qilamsiz. Ha, yarimidimi? Va qarim sizning informatsiyani chiqarasiz ekan. To'g'ri qildim. Hey, va ikkinchi naqshamni anglab beqman. Yana bormi taqa? Ikkilimizning opsichi turpanlik qarang. Ya Allah. Avval turpan xalq naqshlarini men sizga to'g'ri voyiga yetkazib o'rinlab boqay, ya. Qani aytinglar. Turpan xalq naqshlaridan maynak üzümlerimiz. Muzikasi Almixaylamning, so'zi Qo'yansanliklarning, o'rinlig'icha Habibaylam. Ha? Esla. Ha? Almixan, ha? Başlamamsa avval bir naqsh. Almixan, ha? Turpanlik o'zimiz, ajab muqatta yurtimiz, Qo'yansanda uyimiz, Qarlada suyimiz. Vay cinim Almixan, ey! Senglab turgan mevimiz, yey! Ajab muqatta üzümlerimiz, yey! Maynak üzümlerimiz. Gütoza. Bu shunday turpanning naqshi oldi menda, ha? Turpanning naqsini anglab boqmalmi? Elim bo'lma, Xudoga shukr, men Germaniya turpanlik yo'qchi bo'lib, chalib kelsa qilib ustazlar. Faqat bo'lmadimi?
Başkını bir aytinglar, sizlar Hel zaten. saz çıkıvatqandı. Yana bir şans verib anglap bakay bir aytinglar başkasına. Oye, men bir su içip olay, gap to'xtab turing. Jidil to'liq o'tgan bu, aytinglar. Unda qo'schi Ürümçi xalq naqshlardan aytib beray. Ürümçi xalq naqshi, bu hayotimda ürümçi xalq naqshi deb anglab Voy bakay. jinim, ba. Shundami? Haqini aytinglar. Sizlar biz asha tug'ilib cho'g'ilgan ba. Aytinglar. Ürümçi xalq naqshlardan balangza. Muzikasi Sholindangning, so'zi Asqar Xuylangvangning. O'rinlig'ichi Kekashgul. Haqini Kekashgul aytinglar. Ha. Toxuning balası Jivaza, börening balası Langvaza. Kulida ülep kessek tepilmaydı cinaza. Cinaza balangza yo balangza. Dingirdan kılıkları her yanza. Ey. Ya bu qo'shqinlik naqshimi yo minko'xan naqshimi bu? Ha? Ya bu rast ketgan juma naqshi degan Qashqarda ijod bo'lib, Urumchi kelganda buzildi deb. Ya biz kundim ya tashkilotlar bilan qo'shqinlik ma'rifni yo'l qo'yib, bizning ma'rifimizni vayron qilib atdi, bizni xitoylashtirib deb biz vaqirab qonimiz ichitilib avaramiyat namoyish qilib. Senza uyda chumishni tutib o'tirib, bu qo'shqinlik naqshi ijod qilib senda namoz qilmasam. Voy, o'sho qari gap qilmasam obaytdan silimichi tayinliq aytganlari. O'sho qilgan ishing musho deb aytganlari aran 3 nima deydigan? Jamoatimiz dab bilan ey Miyada bir she'r yozib qo'ygan. Silvago qarang. Xonga yargan beshim to'xtab turing ha. Tozga yaramabdi deb abaytiya qilgan avgigim yarimidi ma she'rim bo'lsa bu yarab qala. Men yezishni go men yozdim. O'zingiz bir o'qib berqing ha. Mushi kelgan chiroyli No'rizdagi qiz xonimlar uchun mana. Men tutib baqaman. 50 yil bo'lgan hajazingni ko'rib qo'yasizlar. Nima deydigandi? Demek. Ama bunundaki izip No'riz naqsh etaman deb qo'ymoqlar. Ya, sizning bu ovozingizdan Tibetning yutib ketgan qo'tizning ovozi yaqinroq ekan. Buningki hargiz ovoz naqsh etaman deb men she'rlarga qarab baqay. To'laga qilmay o'qing. Shundami? Uyg'ur qizi. Germaniyadagi Uyg'ur qizlarga atab yozdingizmi? Mush xonim qizlar atab yozib qo'ydim. Ha, bo'pti. Kunlik tulun aysan bo'ynimdagi. Voy, jinim to'xta. 15 kunlik. Ya Allah. 15 günlük tulun aysen boynumdaki tumarım sen. Yürügümni köydürgen sumbul saçlık Uyg'ur kızı sen. Osmandaki hörperi sen, bağladaki bulbul sen. Meni mahliya kıldıgan xumar közlük Uyg'ur kızı eken. Numaranglı göz yaraysa. Voy, oxirsi? Ya bunu aldırmay o'qinglar jironlar. Jironlar qo'saq ichib ketdi, men chumichim. Voy, rost oshmi kuyib ketdi men. Bo'ladi xotam. Adam to'g'rilab qo'ydim, ya chet elda musofirchilik unda qilib ko'nglim ulmasa, ajab mishilligini juma qo'tin. To'xtab turinglar, langtaga chiqib, mishad mashq baqa No'rizga 2 kun qoldi. Biz naqshining tayini yo'q. Voy, hey jinim, nimish qilyapsiz bu yerda? Tova. Ma chumishning uydagi inganga chumishning dadin tatdamaysiz. Bu chumishni takrorlashib turibag'inni. Tov xudoyim, tova. Ey, sizlar Uyg'ur bo'lib qoldinglarmi? Ba chumish emas, men Uyg'ur xalqining sizningki javri dab, ravab, mava Xitoyga o'xshash yuzi qilin dab mava. Voy, bu jongur nima endi? Voy xudoyim ey. Beşinci işip kaldım, No'rizga 2 kun kaldı. Ma yılda bir kildigan No'riz, ancha-muncha biz bütün oyda balıçak. Ya Allah, muşkutunu aç, kot mişini gerekim gibi. Boya oğlavattan, boya geçişi boya oğlavattan.
Aşı vatan dokkagan bas, aşı valak, boluklık kıpta, aşı kaşını bir ammesin, orizga bir-birimiz hoş kılımız dep, numara tayaladı. Bizim bir, miyek çagil 5-6 yıl olgan diken, bizim jildi kildigan bir noriz hoşallıkımız ötküzel dep, bir numara tayalasak yaman bulat da, bulat mı? Vay, o diginiz qoras, boldu qılınğa adamның köңlünü yerim qılmay. Ya, ma gepinglar jaydı xutun. Qaranglar. Endi bilesizlar, bu Norizgen jildi bir kiloda. Ya, bu yerdeki cemaatning jig'ilmig'i tez. Jildi bir haqiqatda bunday jig'ilib bir-birimizning ko'nglini hoş qilsak, buni ayt ahmiyatli bir ish qaranglar.